Chiqindi muammo emas, resurs manbai. Ibtidoiy davrda chiqindilar tabiat uchun deyarli xavf tug'dirmas edi. Suyaklar, meva po'stloqlari va tosh parchalari vaqt o'tishi bilan tabiiy ravishda parchalanib, tuproqqa aylanardi. Ammo ilk shaharlar paydo bo'lishi bilan inson va tabiat o'rtasidagi muvozanatda yangi bosim yuzaga keldi. Masalan, miloddan avvalgi 5-asrda Afinada chiqindilarni shahardan kamida 1,5 kilometr uzoqlikka olib chiqish qonuniy tartibga solingan. Bu tarixda chiqindilarni boshqarishda ilk qadamlardan biri edi. Bugungi kunda esa chiqindilar muammosi oddiy sanitariya masalasidan chiqib, global ekologik va iqtisodiy xavfsizlik omiliga aylandi. O'zbekistonda so'nggi yillarda bu sohada tub islohotlar amalga oshirilib, an'anaviy ishlab chiqarish, iste'mol, tashlab yuborish modeli o'rniga qayta tiklanadigan resurs tamoyiliga asoslangan yondashuv joriy etilmoqda. Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, maishiy chiqindilar tarkibi aslida katta iqtisodiy qiymatga ega. O'zbekiston sharoitida ularning taxminiy tarkibi quyidagicha: 30-40% organik chiqindilar, ya'ni oziq-ovqat qoldiqlari, 20-25% qog'oz va karton chiqindilari, 10-15% polimerlar, ya'ni plastik chiqindilar, 5-8% shisha va metall. Bu raqamlar shuni ko'rsatadiki, chiqindilarning kamida 60-70%ni qayta ishlab, iqtisodiy aylanmaga qaytarish mumkin. Shu ma'noda chiqindi shunchaki keraksiz qoldiq emas, balki konsentratsiyalangan xomashyo manbaidir. Mamlakatda bu yo'nalishda texnoparklar va qayta ishlash korxonalari soni tobora ortib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar chiqindilarga bo'lgan qarashni tubdan o'zgartirmoqda. Xususan, chiqindidan energiya olish tizimlari O'zbekistonda ham joriy etilmoqda. Poligonlarda to'plangan organik moddalardan ajralib chiqadigan metan gazi avval atmosferani ifloslantirar edi. Bugun esa u maxsus uskunalar yordamida yig'ilib, elektr va issiqlik energiyasiga aylantirilmoqda. Bu ekologik zararni kamaytiradi va qo'shimcha energiya manbaini ham yaratadi. Shuningdek, piroliz, ya'ni chiqindilarni kislorodsiz muhitda yuqori haroratda parchalash texnologiyasi orqali sintetik yoqilg'i olish imkoniyatlari ham keng o'rganilmoqda. Bugungi O'zbekiston tajribasi bir muhim xulosani tasdiqlaydi. Chiqindi muammo emas, balki imkoniyatdir. Ilmiy asoslangan yondashuv orqali chiqindilarni qayta ishlash tabiiy resurslarni tejaydi, atrof muhitni muhofaza qiladi va kelajak avlod uchun barqaror taraqqiyot poydevorini yaratadi. Chiqindilarni boshqarish madaniyati kelajakka kiritilgan eng muhim investitsiyadir.